O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib, bir dona layk bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet markazi 27-28 avgust kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Buxoro, Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-22 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 38-40 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi.